Assalomu alaykum. Men Mirzahalima Gulsanamxon. Bugun sizlarga video darsliklar seriyasi YouTube kanali uchun mavzusi haqida biroz tushuncha bermoqchiman. Video darsliklar o'zi nima, YouTube kanal qanday ochiladi va qanday yuritiladi, shu haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Avvalo biz bu mavzuda dolzarbligi haqida gaplashsak, nimaga aynan bu mavzu? Chunki hozirgi kunda video darsliklarga talab juda yuqori. Ayniqsa IT, dasturlash, kompyuter sohalarida. Masalan, dasturlashni o'qituvchini leksiyasidan tushungandan ko'ra, video darsdan kodlar yozilish jarayonlarini tushunib o'rgangan qulayroq va tushunarliroq, osonroq bo'ladi. Nimaga aynan hozirgi davrda YouTube video darsliklar seriyasini yaratish har bir o'qituvchi va talaba uchun hayotiy zaruriyatga aylanib kelmoqda. Chunki video darsliklardan istalgan vaqtda, istalgan joyda foydalansa bo'ladi. Istalgan vaqtda uni to'xtatib, kelgan joyidan yana ko'rsa bo'ladi. Hozirgi kundagi Z avlodi asosan kitoblar o'qishganda zerikib qoladi. Ularga video darsliklarda mavzuni tushunish osonroq va qulayroq hisoblanadi. Ularga katta kitobni berib qo'yib, shuni o'qib, shuni tushunsang, shu mavzuni to'liq tushunib yetasan desa, ularga bu zerikarli. Undan ko'ra ularga video darslikni qo'yib berib, shu video darslik orqali ma'lumotni yetkazgan osonroq hisoblanadi. Bugungi mavzuimiz asosiy maqsadi va vazifalari YouTube platformasining texnik, kreativ va algoritmik mexanizmlaridan to'liq foydalangan holda professional, oson va tushuniladigan va yuqori samaradorlikka ega bo'lgan erkin raqamli video darsliklar tizimini yaratish yo'riqnomasini ishlab chiqishdan iborat. Bu yo'lda bizga bir nechta vazifalar yuklatiladi. Birinchi, YouTube algoritmini tushunish, SEO va CTR ko'rsatkichlarini aniqlash, ssenariy va loyihalarda to'g'ri yozish, montaj va ovoz sifatlarini to'g'ri tanlash, dizayniga e'tibor qaratish. Slaydning keyingi qismlarida sizlarga shu haqida ma'lumotlar berib boraman.